Toshkentda 12 ta viloyat uchun katta yangilik. Javohir akam, aka kelmasangiz bo'lmaydi deganlar uchun yaxshilab joylashuv 16.800.000 so'm arzoniga. Shu gap rostmi aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Bo'lyaptimi aka? Yaxshi keldinglar? Rahmat, Xudoga shukr aka. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum Mahmudjon o'z obunachilari hamda Toshkent Motors kuzatuvchilari. Mahmudjon aka, sizni bekorga chaqirmadik aka. Xudo xolasa bizada yangi skidka narxi e'lon qilingan aka hozirgi kunda. Ko'rib turganingizdek, jak mashinalari. O'zi avvalan video qilganmiz siz bilan aka. Xo'p. Hozirgi kunda ikkita yangilik, ikkita sabab bilan chaqirdik aka sizni. Xo'p. Birinchisi, bu mashinalarimiz aka 3 xil markada edi. Bartoy, Tentovka hamda furgonli variantda edi. Hozirgi kunda aka shassi varianti ham kelgan. Hop, bu birinchisi. Hop, undan tashqari aka narx jihatidan 16.800.000 skidka ham bo'lgan. O'sha uchun aka sizni kanalingizni e'lon qilishni xohladik aka, o'sha uchun sizni chaqirdik. Xudo xolasa birin-ketin tushuntirib o'tamiz. Do'stlar, bemalol joylashib olinglar. Bu mashinamizni tan narxi hammasini aytib o'tib ketamiz. Men sizga bitta tushuntiray obunachilarga. Xo'p, Qo'yliq bozoridan kelganda Qumar mostiga yetmasdan aeroport perkroskasi aka mana bu. Perkroska aeroport perkroskasi yo'lingizni yeydi aka. Agar Sergeli mashina bozoridan kelaman degan obunachilarimiz bo'lsa, bemalol Qumar mostidan o'tganda ikkinchi svetofor aka. Tamom do'stlar, murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa bemalol kelaveradi. Xo'p, endi qaysi biridan boshlaymiz aka modellarimizni? Xo'p, aka modellari keling, obunachilarimiz ko'rmagan shassi variantidan boshlaylik. Jiyani bo'lmasa. Bu yangilik varianti, chunki qolganini ko'pchilik ko'rib ulgurgan. Xo'p. Bu nima uchun bunaqa shassi varianti deydigan bo'lsangiz aka, ko'p obunachilarimiz so'rashadi. Aka, imенно mana shu Bartoyni Ramalisi bo'lsa, men o'zim boshqacha narsa qilmoqchiman yoki vodovoz, ganovozcha kichkina shahar ichiga yuradigan deyishadi aka. O'shanaqa obunachilarimiz uchun, tadbirkorlar uchun aka shunaqa shassi variantini olib kelganmiz. Gap yo'q. Xudo xolasa bemalol aka olib turib, bemalol foydalanishsa bo'laveradi. Ustiga misol uchun deylik, furgon qildiradimi aka, vodovoz qiladimi, gavnovoz qiladimi, xohlagan narsalarni qilib olishaveradi. Puli qancha endi buni aka? Puli arzon aka, xudo xolasa. 227.360.000 so'm aka. Ana do'stlar, motorlari qanaqa bo'lardi aka? Motorlari shu 2 li atmosferniy motor, Green Jet bo'ladi. Green Jet motor deyiladi. Toyota bilan совместно ishlangan aka. Bemalol Euro 5 standartga javob beradi aka. Konditsioner, ABS hamma yo'q bor aka. Albatta aka. Gap yo'q. Buni ham avtokreditga olsa bo'ladimi aka? Albatta aka, xudo xolasa ko'rib turgan mashinangizni, misol uchun Bartoy deylik yoki ana furgon variantlarimiz bor. Xohlaganini aka boshlang'ich bemalol 30% ni to'lab aka 1 yildan 5 yilgacha avtokredit qilaveramiz. Rasrochkalari nima bo'lyapti? Rasrochkalar hozirgi kunda to'xtab turibdi. Qanaqadir o'zgartirishlar kiritiladi. Xudo xolasa, qanaqadir o'zgartirish kiritilsa, albatta yangilik qilib beramiz aka. Tamom, do'stlar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xo'p, keyingi avtomashinamiz qaysi bir aka? Xo'p, keyingisi aka, keling mana Bartoy variantini ko'rsataylik. Xo'p, bitta shassini aka narxini aytdik, yuk ko'tarish hajmini aytmadik aka. Xo'p, narxi 227.360.000 bo'lsa aka, xo'p, buni yuk ko'tarish hajmi 2 tonna 80 kilogramm aka. Ana do'stlar. 2 tonna 80. Endi bu tentovka ekan aka bizada. Mana tentni ichida turibdi, tentovkasi mana. Xo'p. Yig'ilmagan variant, xohlasalar yig'a oladi, xohlasalar aka xuddi shu holatda Bartoy variantida ishlatsalar ham bo'laveradi. Ana, aka necha tonna yuk ko'taryapti endi bu? Aka ochig'i 3,5 tonna, 4 tonnaga olyapti aka bular. Oho, kitobida qancha? Kitobida 1 tonna 820 berilgan aka. Ana, lekin do'stlar, o'zbek xalqimiz 2 barobar ayamasdan ishlatyapti. O'shanda ham ko'z tegmasin akalarim, yarayapti. Har doim aytaman aka. Har doim hamma blogerga aytaman. Bari o'zbekmiz, o'zbekchiligimizga boramiz deyman. To'g'ri. Yozilgan narsa hech qachon bo'lmagan aka. To'ppa-to'g'ri aka. Gap yo'q, gap so'z yo'q do'stlar. Xo'p, undan tashqari bu mashinamiz Pashting milliy brend hisoblanyapti, to'g'rimi aka? Shunaqa. O'zimizning zborkalari bo'lyapti. Albatta aka, o'zimizda Samarqandda o'zavto treylerda zborkasi bo'lyapti aka. Ana do'stlar, garantiyalar qanaqa bu mashinalarimizga? Garantiyalari 3 yil yokida 100.000 kilometr bo'lyapti aka. Korobka, motor, zadniy motor 3 ta narsasiga kafolat beriladi. Korobka, motor, zadniy motorga kafolat. Old o'rindiqlarni ham ko'rsatsa bo'ladi, bemalol 3 ta odam o'tirsa bo'ladigan variant qilib qo'yilgan aka. Do'stlar, ana ko'ringlar, ichlarini bemalol akalarim muammosiz olib ketish imkoniyati bor. Undan tashqari xuddi shuni bu tomonda mana akalarim furgonli variantlari ham turibdi, aka. Albatta aka. Ana do'stlar, furgonli variantlarini kim so'ragandi, qadrdonlarim? Xohlasan aka furgonli, xohlasin Bartoy varianti yoki Tentovka desa, Tentovka varianti hammasidan bor, xudo xolasa aka. Ana do'stlar, ichlari ham anchagina keng, baland, katta,
Eng asosiysi bunga ham do'stlar garantiyalari bor, xudo xolasa bexijolat bosib yuboradigan joyi. Ana Yon do'stlar. tomonda eshik ham bejizga qilinmagan Mahmudjon aka. Aha. Yukni ortasiz, oldinga kerakligini orqaga sal keyinroq tushayotgan variantini ortasiz aka. Bemalol buni olib turib aka ochib. Yonidan kerakligini tushirib olaverasiz. Bu tomoni ham vigidniyroq aka. Bir xillarda aka shunaqa yopib yuboradi seli aka. Hamma yukni tushirib oldida yukni olishga to'g'ri kelib qolishi mumkin aka. O'sha uchun bu udobniy. Men o'ylashimcha qulaylik yaratilgan deb o'ylayman. Hamma aka bular Euro 5 standartga javob beradi dedim, bejizga emas aka. Boshqa misol uchun mashinalar bilan solishtirganman, misol boshqa mashinalarni haydab ko'rganman. Endi markalarni aytish shart emas. Oldilari aka restore bo'ladi. Bularda oldi restore emas aka. Ham oldi bir xil mashinalardagi 13 bo'ladi yoki 14 bo'lishi mumkin, bulardagi 15lik balon bilan jihozlangan aka. Ham amortizator aka bu, restore emas. Oldi o'tmaydi aka. O'tmaydi? Tushunarli. Men ko'ryapman aka kabinalari ham anchagina keng ekanda bu mashinalarda. Oldinga orqaga bemalol upravleniya qilsangiz bo'ladi. Shofyor uchun ham anchagina udobniy aka. Do'stlar, o'zini segmentidagi mashinalarni ancha munchasidan narxi jihatdan, ko'rinishi jihatdan, ichki komfortligi jihatdan ancha do'stlar ortda qoldiradi, murojaat qilaverasizlar. Yana bir jihati. Ot kuchi jihatidan. Ot kuchi ko'pmi aka bunda? Albatta. 140 ot kuchi bor. Voy, malades. Qarang, hozir rasxod qanaqa bu mashinalarimiz endi aka? Xo'p, kitobida berilishi bo'yicha 8-9 ta deyilgan aka. Xo'p. 10 ta olaversin aka. Oho, mana do'stlar. Bemalol qilaverasizlar. Undan tashqari akam aytmoqchi, atmosferniy bo'lgani uchun metan, propan o'rnatsa, bemalol bezatkasi aka, bexijolat tushaveradi aka. Muammosi yo'q. Hech qanaqa bir injiq motor emas, o'zimiz xalq biladigan, ustalar biladigan atmosferniy motor aka, ikkilik. Edakali bitta narsa. Bartovoyni tentovkasini, furgonini tan narxini ayting aka. Xo'p, Bartovoydan boshlaylik unda. Mana shassi variantini aytdik. 227 million 360 ming dedik. Xo'p, keling bu Bartovoy variantimizni aka 231 million 840 ming. Bu aytilayotgan sifralar hammasi aka 16 million 800 ming so'm skidka narxida aka. Arzonlaganida, endi to'g'rimi? Arzonlagan variant. Furgonini nima dedik, furgonini? Xo'p, furgon variantimizni 258 million 720 ming so'm qilib beramiz aka. Ana, do'stlarim, gap bo'lishi mumkin emas, murojaat qilaverasiz. Mana keling tintovka variantini ham aytib o'taylik aka. Tintovka variantimizni 238 million 560 ming so'm. Gap yo'q do'stlar. Tintovkasi. Bemalol bu ko'rib turgan mashinalarni aka, boshlang'ich 30% bilan 1 yildan 5 yilgacha avtokredit qilib olib chiqsalar bo'laveradi. Tamom. Undan tashqari do'stlar, kelsanglar, mana shu joyda test drive desa test drive, qancha ko'rik tekshiruv bo'lsa muammosi yo'q. Va yana bitta yangilik, o'zimizni Toshkent Motor servislarida aka metan, propan gazlar o'rnatib beryapsiz, to'g'rimi? Kelishilgan holat. Garantiyali qilib, garantiyadan chiqmaydigan holat. Nima deymiz endi aka vatandoshlarimizga video oxirida? Vatandoshlarga xudo xolasa bizdan taklif, ulardan tanlov bo'ladi aka. Agar Mahmudjon o'z kanalidan deb turib, imенно shu videoni ko'rsatsa aka, xo'p kelsin, bemalol bitta chexol bo'lgan qilib beraman. Manzilni aytib qo'ying. Xo'p, manzilimiz boya aytganimizdek, Qo'yliq bozoridan oldida aka, Xumarim ostidan o'tganda joylashgan aka. Shundoqqina do'stlar, yoki pastdagi nomerlarga akalar lokatsiya desanglar, jigarlar chiqaveradi. Akalar, videomiz yoqqan bo'lsa bitta klass bosinglar. Narxlarni sizlar uchun arzoniga, zarariga berib yuborishga qilib berdik do'stlar, sog' bo'linglar. Aka, ma'lumotlar uchun katta rahmat, sog' bo'ling. O'zlariga tutqinglar, tinch bo'linglar akalar.